Çılanga bu narsalarni qetib yeb bersa, xonim qizlarni bek sog'lom qiladi, ushaq-tushak kasalliklardan neri qiladi. Tibobatda bek esil ozuqdir chilan, chilan yegan ayollar bo'lmaydi bemor. Hammalarga ma'lum chilan bo'lsa, ayollarni kutishga eng yaxshi bo'lgan bir quruq yel yemish. Buni ayrim ishlatsangiz bo'ladi. Agar tuvanda mendapaga rasib bo'yicha bir qancha yemeklarni boshlashtirib iste'mol qilish o'rganib olsangiz, xuddi gul usti gul bosgandek, olti o'zik yoqut ko'z qo'ygandek, sog'lomligingizga bo'lgan foydasi intayin yuqori bo'ladi. Birinchidan, chilan, aliqat, qo'tilgan longyan. Bularni chaynab pishirgan chaqda qonni quvvatlaydi, ya'ni qon to'liqlaydi, jigarni yaxshilaydi, qon azayonlarga bek manfaat qiladi. İkinciden, çılan, zencevil, qarshika. Bu bedendeki hürlükni eydeş, aşqazan, talaciz, onun başka balyaqın soğuk ketken şu sebeplik heyz artıp geldiğen futqul muzlaydığı ayarlarga bek manfaat qiladi. Üçüncüden, çılan, aliqat, juhar gülü. Qon to'liqlashdan birga jigarni quvvatlaydi. Shu sababdan kelib chiqqan, ko'z quroqlashadigan, uyqu yaxshimaydigan kishilarga bek mos keladi. Dördüncüden, çılan, qizilgül, ustuquddus, gavzban. Mijoz tanshaydi, oson achig'iladigan, uyqusi yaxshi emas, kayfiyatini kontrol qilolmaydigan kishilarga bek yaxshi manfaat qiladi. Beshinchidan, çılan, qurtilgan apelsin po'sti, lachindani. Oshqozonni tan yaxshilaydi, ishtahni ochadi, kanayn nemdeb belg'am